7 bab. U çağlarda Padişah Davud öz ordusida turatdi. Perverdigar uni etrafidagi düşmanlaridan aman saqladi. Bir kuni Padişah Natan ismli payg'ambarga: "Qarang, men Kedir yog'ichidan yasalgan orduda turyapman. Perverdigarning ahdi sanduqi bo'lsa, Kedirda turyapti" dedi. Natan payg'ambar uningga: "Perverdigar sizga yor bo'layotgandikin, ko'nglingizda qandoq o'ylagan bo'lsangiz, shunda qiling" dedi. Lekin shu kuni kechda Perverdigardan Natanga vahiy keldi. "Sen berib xizmatkorim Davudga mundaq degin: Sen mening turishim uchun bir ibodatxona salmoqchimi? Men Perverdigar İsrail xalqini Misrdan boshlab chiqqan kundan tortib, toki hozirgacha hech qandaq bir ibodatxonada turib boqmadim. İzchil chedirda turib, hamma yani aylanib yurdim. Men İsrail xalqi bilan birga bo'lgan yerlarda xalqim İsraillarni podichi bo'lib boshlab mangsun deb tayinlagan yetakchilarga nima uchun menga atab Kedir yog'ichidan ordu soldirmadinglar deb baqqanmi? Menki qudratli sardor Perverdigar seni yayloqda qo'ylarning orqasida yurgan yeringdan tanlab xalqim İsraillarga bosh bo'lishga qo'ydim. Qayagili basang, men sana yor bo'lib, hamma dushmaningni ko'z oldimda yo'qotdim. Endi sening nomingni yer yuzidagi ulug'larning nomidek ulug' qilaman. Men xalqim İsraillarga bir joy tanlab beraman va ularni u yerda mustahkam turg'izaman. Ular o'z makonida xim xatarsiz yashaydi. Men sardorlarni xalqim İsraillarga yetakchilik qilishga tayinlagan ashu zamondan tortib boshlangan razillarning xalqimga zulm qilishi endi to'xtaydi. Men seni barliq dushmanlaringdan tinch amon saqlayman. Endi men Perverdigar shuni jakarlaymanki, men sening jamiyatingga bir xonadonlik tiklab berman. Sening kunlaring to'shib, oti bo'g'laringning yeniga dafn qilingan chaqda o'z pushtingdan bo'lgan birsini o'rningga qo'yaman, hamda uning podshohligini mustahkam qilaman. Menga atalgan ibodatxonani u soldirdi. Men uning podshohlik taxtini mangulik qilaman. Men uningga ota bo'laman. U menga o'g'il bo'ladi. Mubada u gunoh o'tkizsa, ota-ona bolasini tarbiya berib tuzatgandek, uni tuzayman. Seni podshoh bo'lsin deb, Saulni mehr muhabbatimdan mahrum qilgan edim. Lekin mehr muhabbatimni sening pushtingdan hech qachon yiroq tutmayman. Sening avlodlaring va podshohliging mening oldimda mangu davomlashidir. Sening podshohlik taxtingni abadiy qilaman. Natan payg'ambar Perverdigardan o'ziga kelgan vahiylarning hammasini Davudga yetkazdi. Shuningdan keyin Davud ahdi sanduqi qo'yilgan chedirga kirib, Perverdigarning huzurida o'ltirib, mundaq dedi: "Ey egam Perverdigar, menga bu qadar shafoat qilgudak. Men kim edim? Oilam qanchalik edi? Uning ustiga sen egam Perverdigar, men qulingning avlodlarining kelgusi haqida va'da berdim. Egam Perverdigar, sen boshqa insonlarga shundoq muomala qilamsan? Oh, egam Perverdigar, sen qulingni bilasan. Sana deydigan yana nima gapim bo'lsin? Bergan va'dang va o'z xohishing bo'yicha shundoq ulug'vor ishlarni qilding va bu ishlarni qulingga ayon qilding. Ey egam Perverdigar, ne kadar ulug'dirsan.
senin tengdişin yoktur. Sen birden bir hakiki Xudadır sen. Biz sana okşaş başka Xuda hakkında hiç kaçan anlap bakmagan edik. Yeryüzüde İsraillardek yeni bir xalq var mı? Qaysı bir xalqni İsraillardek kulluktan kutuldurup öz xalqın kıldın? İsraillar üçün kılgan uluk möcüzelerin şan şöhrətini namayan kıldı. Öz xalqını Mısır'dan kutuldurup, ularının aldıda turulvagan yat ellerini butları bilen koşup qoğluvettin. Ey Perverdigar, sen İsraillarni mengüge öz xalqın kıldın ve özün ularının Xudası buldun. Ey Perverdigar Xuda, kulun ve kulunun evlatları doğruluk kılgan sözlerinde mengüge turgaysen, vədələrini işqə aşırgaysan, şunda namın ta əbədke uluqlanıb, insanlar İsraillarga yetekçilik kılgıcı Xuda, kudretlik serdar Perverdigar iken deb bilidu. Kulun Davud'nun hanıdanlığı evlattın evlatça senin huzurunda müstehkem turdu. Ey kudretlik serdar Perverdigar, İsraillarını tallıgan Xuda, sen kulun Davud'nun cemetige bir hanıdanlık tiklep biridiğanlıkını ayan kılgan idin. Şu sebeptin ben sana şundak deb dua kılışka cüret kıldım. İyi igen Perverdigar, sen Xudadır sen. Senin sözlerin işençliktir. Sen bana muşundak yaxşı işlerini vədi kıldın. Emdi men sana şundak iltica kılay. Menin hanıdanlığımның huzurunda mengü turuşu üçün bəxt ata kılgaysan. Ey Perverdigar, sen şunu vədi kılgan sen. Sen ata kılgan bəxt bilen kulunun hanıdanlığı mengü bəxtge sazaver boludu.